Kimi izliyorsun? Kendini mi? Assalomu alaykum hammaga. Ertalabdan o'zini tomosha qilyapti. Ertalabdan urishib talashib. Tamam, bir köpeğini göstermedin ki. Onu kiymayman, bunu kiymayman, bu oyoq kiyim bo'lmaydi, bu katta, bu kichkina. Xullas, kunimizni boshlab oldik. Bugun bog'chamizda o'yinchoq kuni. O'yinchoq olib borish kerak. Uni tanlash bilan ham ovora bo'lib rosa qiynaldik. 1 soatdan beri narsa tanlash bilan kunni boshlab oldik xullas. Mana qushimni so'raganlar uchun qafasida ko'rganinglarda o'zi kiradi, o'zi chiqadi. Kecha jonli efirdami adashmasam bitta qiz so'ragan edi. Bizani qushimizga chiqqanidan keyin kirishi qiyin deb. Yo'q, bizaniki o'zi kiradi. O'zi xohlaganda chiqadi, xohlaganda kiradi. Nima qizim? Kalk bakalım, elbiseni göster bize. Kecha oldim bu ko'ylakni. Targov sentrga borgandim, bog'chaga bugun kiyadi deb. Qurbon bayramiga bayramlashishadi o'qituvchisi bilan. Video olishar ekan, qo'lini o'pib. Xullas shunaqa gaplar. Bu elbise kapalı ya, üşümüyor. Üşümez değil mi? Hadi asansöre bas bakalım o zaman. Hadi. Onur Bey'e bugün aytayman-da, size ketishingizdan oldin ozgina İstanbulga aylangani boraylik deb ko'ndirishga harakat qilaman. Inshaalloh ko'ndira olaman degan umiddaman. Nimagadir videolarim hammasi bir xil bo'lib qolayotgandek tuyulyapti-da. Zerikib qolmaysizlar degan umiddaman. Mana. Onur Bey'i zo'rg'a ko'ndirib İstanbulga olib keldim. Nima qilamiz İstanbulda deb aytdilar-da. Farqi yo'q dedim. Nimaga mingim kelyapti? Vapurga mingim kelyapti dedim-da. Vapur bu prosta oddiygina transport, bilasan-a dedilar-da. Ustidan kulyaptilar xullas. Bu ishga ketish uchun yoki bironta manzilga ulashish uchun dengizi ustidan minib o'tiladigan narsa. Biz nima qilamiz deyaptilar. Farqi yo'q, prosta dengizni ko'rib ustidan kema bilan o'tsam bo'ldi desam ham ajoyib anaqalaring bor dedim. Rosa kuldilar. Lekin men rosa yaxshi ko'raman. Bilmayman nimaga-yu. Oddiy transport ular uchun oddiy transport bo'lsa ham men uchun unaqa emas. Unga minganda boshqacha his qilaman. Dengizni o'tdan tomosha qilish, shuni qaranglar. Maza qilib yotibdi. Nimalarni, choykalarni tomosha qilish, ularga simit otish, ovqatlantirish bir qanaqadir boshqacha his beradi-da. Shuni ham sizlarga ham bo'lishay deb videoga olaman. Sal bo'lsa ham videolarimga ham o'zgarish kirsin deyapman. Xullas ketyapmiz. Inshaalloh vapurga nima bilet topolsak bo'ldi. Birinchi Beshiktoshga boramiz deb uydan chiqdik, lekin Üsküdargacha yetib bora olmaganligimiz uchun, zerikib qolganligimiz uchun Bo'stonjida tushib qolib, Orolga ketyapmiz. İstanbul Oroliga, Ostrovga. O'ta bilet har doim ham bo'lmaydi, ma'lum bir soatlari bor uni. Hech qilib jahl qilmasalar bo'ldi. Bilet topolmadik, bekorga keldik deb kelyapmiz xullas. Agar mabodo shunaqa deydigan bo'lsalar, men sizga Beshiktoshga boraylik degandim-ku, bu yerda siz tushib qoldingiz, siz aybdorsiz deb. Nima qilaman? Yetib keldik Kemalaga, minamiz hozir. Bu yerda har doimgidek kashtan sotadigan odamlar, baliq sotadigan restoranlar. Yaxshiyamki 12:30da nima transportimiz bor ekan. Biz yarim soat oldin kelib qo'yamiz, mayli. Zato bor. Zato vapurga minamiz.
yosh bolaga o'xshab vapurga minaman deb xursand bo'laman tova qilib. Ancha bo'ldi minmaganimga, menimcha bir oycha bo'lib qoldi-yu. Hadi binelim mi? Buna mı biniyoruz? Dışarıda oturalım ya. Ha, orada da var uzun. Tamam. Süper. Büyük ada, katta orol, to'g'rog'i Shahzoda orollari hisoblanadi. Biza ketayotgan orol Shahzoda orollari ichida eng katta va mashhur orollardan biri. U Marmara dengizida joylashgan bo'lib, ayniqsa yoz faslida juda ko'p turistlar tashrif buyuradigan orollardan bittasi. Ortiqcha shovqinsiz muhiti bor, tarixiy hovlilar va chiroyli dengiz manzarasi bilan mashhur. Men har doim O'zbekistondan kelgan mehmonlarimga Buyuk Orolga borishni tavsiya qilaman. U yerda nimalar bor deb so'raydigan bo'lsanglar, mabodo tarixiy Rum uylari va katta hovlilar ko'rishinglar mumkin. Dengiz bo'yida sayr qilish yo'llari, velosiped va elektr transportlar bilan sayohat qilish imkonlari bor. Kafe, baliq restoranlari va muzqaymoq do'konlari rosa ham ko'p va juda ham mashhur hisoblanadi. Agar mabodo bu taraflarga yo'linglar tushib Istanbulga aylangani kelganinglarda bir kun orolga kuninglarni ajratsanglar, chunki butun kuninglar ketadi. Qayerdan borishim mumkin deb mabodo qiziqadigan bo'lsanglar, ma'lumot berib o'ting. Kapadash tarafdan ham vapurlar, paromlar yoki dengiz avtobuslari keladi. Eminönü tarafidan ham vapurlar keladi. Va Bostanji metrosidan yoki Marmaraydan Bostanjidan tushib paromlarga yoki dengiz avtobuslariga minishinglar mumkin. Sürekli çekeyim mi, kapatayım mı? Odamlar bunchalik ko'p borligini bilmagan edim, lekin qishda vashshi odam ko'rib bo'lmaydi bu taraflarda. Kunlar sal isinishi boshlashi bilan odam ko'payadi. Bu taraflarda mashina yo'q, umuman transport yo'q, faqat elektrichskiy mashinalar, mana bunaqa kichkina mashinalar bo'ladi-yu. Ko'rishinglar mumkin. Transport umuman mumkin emas. Bir paytlar bu yerda otlarga minilardi. Ot bilan hamma manziliga yetib borardi yoki turistlar otlarga minib butun shaharni aylanishardi. Xullas, biza ham bir paytlar kelib ot minganmiz. Lekin hozir hokimiyat tarafidan otlar hammasini nima qilib, yig'ib
запретить qilib qo'yishdi. Endi otlarga ham mumkin emas. Xullas otlarga nima bo'lyapti deb. Nima deydi? Tipa qiyin bo'lyapti degandek-da, ishkanja deb aytiladi turkchada. Göbeğe bak. Güzel. Şapkanı da çekeyim. Dur bekle. O'zimga shapka oldim. Qalay. Yarashibdimi? Şuraya göstersene. Oy sırfı taksilari bular. Qaranglar. Akkumulyatorli mashina deyiladimi? Mashina umuman mumkin emas. Hamma bu taksilarni chaqiradi uyiga. Yoki hammaning uyida düz tut. Ha, güzel. Hammaning uyida velosiped bor. Velosiped arendaga olib aylansanglar ham bo'ladi. Düz sallamadan. Biz bisiklete binsek nereye gideceğiz bisikletle? Ne kadar çok? Kapatabilirsin. Men butun orolni velosiped bilan aylana olaman deb o'ylagan edim, lekin to'g'risini aytsam kuchim yetmadi. Chunki anchadan beri velosiped minmagan edim va bu taraflar tepalik va pastlikdan iborat bo'lganligi uchun rosa qiynaldim. Yarmigacha yetib bordim va bo'ldi, buncha velosiped minganim yetadi deb qaytib keldik yana orqaga. Tepaga chiqishimizdagi ozgina to'g'ri keldi. Keyin esa pastga tushayotganimizda maza qilib minib qaytib kelib velosipedni topshirib yubordik va ovqatlangani o'tirdik. Uylarni qaranglar, chiroyligini, hammasini nimasi bor. Dengiz manzarasi bor. Toza havo. Umuman mashina yo'q. Hamma velosiped yoki akkumulyatorli mashinalarda. Hattoki taksilar ham, avtobus ham, elektron mashinalar. Butun insonni umri uziydi. Juda ham ko'p insonlar asosan bu yerda qari insonlar yashashadi. Pensiyaga chiqqan paytlarida bemalol toza havoda yashash uchun ko'chishadi bu taraflarga. Bu taraflarda bir paytlar uylar ham arzon edi, keyin havoni qadriga yetadigan payt bo'lganidan keyin uylarning narxi ham pandemiyadan keyin narxlari juda ham ko'tarilib ketdi. Uyda velosiped bor, lekin minadigan odam yo'q. Botga kelib arendaga olib minishga netchi. Hadi gidelim mi? Ay. Bir
birpasda uyga qaytadigan paytimiz kelib qoldi. Chunki bolalarni maktabdan olishimiz kerak. Efeni olgani albatta ulgurmadik. Chunki bugun Efe vaqtliroq chiqadi. Yaxshiyamki qo'shnilarim bor. Buket dugonam Efeni oldi va uygacha olib borib tashladi. Elani esa olishga ulguraman xudo xolisa. Agar mabodo ulgurmasam uni boshqa dugonam olib keladi. Bitta gruppada tengdosh qo'shnimning qizi bor. Ikkalasi bitta gruppada. Yaxshiyamki ikkalasi ham bitta guruhda. Chunki ba'zi ishlarim chiqib qolgan paytida telefon qilaman, sirazi oladi. Yoki uni ishi chiqqan paytlari esa men olaman. Bir-birimizni shunaqa qilib qo'llab-quvvatlab turamiz qo'shnilarimiz bilan. Sog' bo'lishsin. To'g'risini aytsam, Istanbulda qo'shni oqibatlari yo'q unchalik, lekin bizning mahallamizda yaxshiyamki bor. To'g'rog'i sitaning ichida bor. Sitadan tashqari hech kimni tanimayman. Hamma dugonalarim, o'zim qo'shnilarim bitta sitada o'tiramiz. Har doimgidek hamma videomda aytaman, yo'l yarmida zaryadkam tugab qoladi. Bu safar zaryadka qilib ketgandim, lekin baribir ham yo'lda ko'p videoga oldimmi yoki Instagramda ozgina nima ovora bo'lib qoldimi, o'shaning uchun ham tez zaryadkam tugab qoldi. Menimcha power bank olishim kerak o'zimga. Men bu video olayotgan paytimda mabodo tugab qolsa, zaryadkam yo'l o'rtasida zaryadka qilish imkonim bo'lishi uchun elani olgani ham ulgurmadim. Nima bilan ketgan edik? Marmaray bilan ketgan edik. Marmaray ozgina kech qolganligi uchun uni ham olgani ulgurmadim va qo'shnim oldim. Sog' bo'lsin. Har doim aytaman, o'z qo'shnilarimni juda ko'p maqtavoraman ko'pincha. Qo'llab-quvvatlashganligi uchun sen bemalol aylangin, sen bemalol videoingni olgin, video ola oldingmi deb har doim so'rab turishadi. Sog' bo'lishsin, har doim qo'llab-quvvatlab, o'zlari ham bir xil payt videoga olib berishadi. Nimaga bugun videoga olmading deb eslatib qo'yishadi. Kelsam men bu yerdan yurayotganingda videoga olib qo'yaymi deb aytishadi, rasmga olib qo'yaymi deb so'rashadi. Xullas shunaqa gaplar. Videomni shu yerda to'xtataman. Zerikib qolmadinglar degan umiddaman. Sal bo'lsa ham boshqacha video bo'ldi bu safar. Ko'nglimga yoqadigan video bo'ldi, chunki nimagadir bir xil video bo'layotgandek his qilayotgandim. Shun bilan ertangi videolarimda ko'rishguncha hammaga xayrli va barakali kun tilab qolaman. Allohga omonat bo'linglar.